Siz musulmonlar farzandlaringizga aslo diniy tarbiya bera olmaysizlar. Sizlar bolalaringizga faqat va faqat pul topish, boy bo'lish, katta hovli va mashinalar olishni o'rgatasiz. Bu esa islomiy tarbiya emas. Chunki bolangiz doktor bo'lgisi kelsa, siz juda yaxshi kasb, insonlarning dardiga malham bo'lasan demaysiz. Aksincha, juda yaxshi kasb, xalq hurmatida bo'lasan, hamma seni so'nchagingga pul soladi. Doktorni bir operatsiyasi falon pul turadi deysizlar. Natijada bolani yoshlikdan pora, kibr va haromxo'rlikka yo'naltirasiz. Asli esa diningiz bundan qaytargan yoki yolg'onmi? Musulmonlar yashaydigan o'lkalarga Alloh baraka bergan. Eng boy yurtlar musulmonlarniki, ammo eng qashshog'i ham ular. Nima uchun? Chunki faqat boylik ketidan quvasizlar. Quvganda ham bir-biringizga zarar berib quvasizlar. Bizlar esa quvsak ham o'zaro bu ishni qilmaymiz. Natijada sizlarni bir-biringizga gapingiz o'tmaydi. O'zgani emas, o'zingiznikini dushman deb bilasizlar. Sizga bir gapni aytaman. Aslida biz bolalarga tarbiya berishni musulmonlar tarixidan o'rgandik. Biz bolani yoshlikdan unga xavfli narsalarni oddiy qilib ko'rsatib, undan qanday saqlanishni o'rgatamiz. Masalan, 2-3 yashar bola har narsaga qiziqadi. Agar u pulga qiziqsa, biz uyni har yeriga pul qo'yamiz. O'zimiz esa pulga befarq bo'lib, qo'llarimizga kitob olamiz. Bola pulni ushlab bizga qaraydi. Bizni diqqatimiz kitobdaligini bilgach, pulni tashlab, u ham qandaydir kitobga qarab emaklaydi. Sizlar bolalaringizga og'ziga topganingizni tiqasizlar va buni bolajonlikka yo'yasizlar. Biz esa keraklisini, masalan, bola shokoladga qiziqadi. Unga shokolad beramiz ammo o'zimiz uncha yemaymiz. Shuning uchun bola ham uni yemaydi. Ammo musulmonni bolasiga qarasangiz, qo'liga nima tushsa og'ziga solib ko'radi. Yoki yolg'onmi? Biz bolalarimizga kasbni o'zimiz tanlaymiz. Sizlar esa kim bo'lsang bo'laver deysiz. Natijada bola juda kech ulg'ayadi. Buning oqibatida kim bo'lishini bilmagan bola kelajagini o'zga yurtlarda qul bo'lishlikda ko'radi. Biz har kecha uyda kitobxonlik soati o'tkazamiz. Ishdan charchab kelamiz, mutolaa qilishga kuch qolmaydi, ammo shu soatda biz kitobni ochib unga termulib o'tiraveramiz, hatto o'qimasak ham. Bolalarimiz buni muhimligini his qilib, kitobga qiziqa boshlaydi. Biz mana shunday qilib qiziqtiramiz. Agar men uni injener qilmoqchi bo'lsam, atayin uning atrofiga shu sohaga oid turli rasmdagi kitoblarni qo'yaman. Chunki bola yoshligidan nimani ko'proq ko'rsa va bilsa, shuni kasb qiladi-da.